Mana hozir bahor keldi. Mana kunlar ish boshlash bilan endi mollarga har xil parazitlar yopishadi. Burga, bit, ya'ni nima andaqali mayda tushida qurt qumursqalar yopishadi. Bir xil payt ukol uni olmay qoladi. Shuning uchun biza mana bunaqa dusterin degan narsa ishlatamiz. Aptekada kilosini 100 ming sotyapti. Bitta molga 50 gram ketadi. Mana bunaqa 50 cha qilib olsanglar, haligi ekonom bo'ladi, ham yaxshi tarqiydi. Buni olib turib, anaqa qilib ustiga sepib chiqamiz. Mana dum taraflariga ko'proq sepamiz. 50 gram yetadi bitta molga. Ana shunda sepib qo'ysa, bu bir sutka turadi. Bir sutkadan keyin ertasiga olib mana qilib yonga qashlasanglar, teylariga ham o'tadi, har xil parazitlardan qutuladi mol. Bolam ali rahmat devoradi, baraka top devoradi. Hozir mana mollarda rosa ko'payyapti. Mana shu beliga sepib qo'ygandan keyin bir sutka turish kerak.